Do'stlar, bu mana Aurora. Buning uzunligi 127 metr. Bu bronirованный, juda ko'p urushlarda qatnashgan. Bu kорабль Aurora 1896-yil qurilishni boshlagan. Va 1900-yil tugatgan. Ya'ni 4 yil mobaynida bu kорабльni qurgan. Keyin yana bir narsa, bu kорабль 56 yil xizmat qilgan, har xil urushlarda bo'lgan. Va 1956-yildan buyog'iga mana shu yerda bu muzey sifatida shu yerda qotirilgan va shu yerda turibdi bu kорабль. Bu kорабльning og'irligi 6731 tonna va uzunligi 127 metr, eni 17 metr bu kорабльda. Va 11971 ot kuchiga ega. Unda ichiga kiramiz, ichini ham ko'ramiz, sizlarga ko'rsataman.